Moldovadamiz. Xo'p, shu joy olindi. Assalomu alaykum akalar. Ko'rib turganingizdek, manali ishi kontent ketyapti. Biz mana shu sohani tushunadigan ustalarga armaturщик, appalavщик, yana nima qanaqa professiya kerak? 15 qavatli ko'tariladi bino. Shunga ustalar kerak. Hech bo'lmasa bir 30-40% tushunish kerak ishda. Keyin har xil ochiqcha aytganda ming'ir-sing'ir qilib, unday ekan, bunday ekan deydiganlar kerak emas. Hali kaprizning ustalar kerak emas. Jaydaricha o'zimizda shu jaydaricha bolalar ishlayman desa, pожалуйста, kelinglar, mana ishlaylar. Ish объемga bo'ladi. Pulidan muammo yo'q. Yeb ichishni qilib beradi, dokumentlarni qilib beradi. Umuman kelib ishlab bersanglar bo'ldi. Qolgan hammasi ketaveradi. Sizlardan ishlab berish, bizlardan qolgan narsalari.